o'zingiz uchun ham yashang bu hayotda. Vaqt, umr juda qisqa. Hamma o'zingiz ehtiyot qiling deydi, lekin hech kim sizni ehtiyot qilaman demaydi. Qarang, sizni ehtiyot qilaman demaydi. Bir dard cheksiz, o'zingizni joningiz og'riydi, o'zingiz qiynalasiz. To'g'ri, odamlar sizga dori-darmon olib kelib, malham qo'yib davolashga harakat qilar, lekin o'zingiz joningiz qiynaladi. Qadib uy solish kerak, mashina olish kerak, xarajat qilish kerak, falonchini kamini bitkazib falan qo'ying. Bir nafasda joningiz kelsa, hammasi qolib ketdi. To'g'ri, oila, bola-chaqa, ota-ona, boshqa el, millat, xalqqa yaxshilik qilib xizmat qilish kerak. Sog' bo'lsangiz xizmat qilasizmi? Sog' bo'lsangiz ko'ngilni olasizmi? Sog'liq uchun inson o'ziga e'tibor qilish kerak. Hammaga jon kuydirib, hammaga bunday qilishim kerak, bunday qilishim kerak. O'zingiz. Sizga ham Alloh umr bergan-ku. Har bir nafas kirib